Tarixning saboqlari. Davomi. Tayyorlig'uchi Erkin Sidiq. 2024-yil 3-iyul. 5. Axloq va tarix. Axloq deganimiz bir jamiyat o'zining a'zolari va o'zi bilan aloqador kishilarni o'zining tartibi, bexatarligi va taraqqiyotiga mos keladigan holatda ish ilib berishga undaydigan tuzumlardan iborat. Muşununğa o'xshaydigan yana bir narsa qonundan iborat bo'lib, u kishilarni belgilamalariga amal qilishga majburlaydi. Shunglashqa 16 asr Kristin domga solinib yashagan Yahudilar qattiq va tafsiliy yozilgan axloqiy qoidalarga tayinib, davlatning va uning qonunlarining yordamsizlar o'zlarini va ichki tinchlikni saqlab yashagan. Tarix haqidagi bilimlarning nihoyatda oz qismi axloqiy qoidalarda farqlar mavjud bo'lganligini, u farqlar faqat o'xshamagan davr va o'xshamagan zamonlarda mavjud bo'lganligini hamda ba'zi o'zaro ziddiyatlik bo'lganligini ta'kidlaydi. Tarix haqidagi bilimlarning ko'p qismi bo'lsa, axloqiy qoidalarning universal ekanligini hamda shundoq bo'lishi bir xil zaruriyat shaklida mavjud bo'lganligini ko'rsatadi. Axloqiy qoidalar tarixiy va muhit shart-sharoitlarga asosan tangshash elib bordi. Shunglashqa ularda ozroq farqlar mavjud bo'ladi. Agar biz iqtisodiy tarixni o'lash davri, dehqonchilik davri va sanoat davridan iborat 3 davrga bo'lsak, bir davrning axloqiy qoidalari keyingi davrga kirganda o'zgartirilganligini bayqaymiz. O'lash davrida kishilar hayvonlarni qo'g'lash, ular bilan elishish va ularni o'ldirishga tayyor turishga majbur bo'lgan. Birər hayvonni tutqanda, kelar qitim qancha kundan keyin yana bir hayvonni tuta oladiganligi aniq bo'lmag'achqa, tutib olgan hayvonni o'ldirib, qo'rsqi yerilib ketguncha yeb olgan. O'zini saqlab qilish yoki saqlab qololmaslik siniqining natijasi faqat hayvonlarni tutish va o'ldirish qobiliyati orqali belgilanadigan bir davrda o'z hayotining kapolatga ega emasligi barliq ochko'zliklarning onasi bo'lgan. Erlar o'lash xatarlari ichida yashaydigan bo'lg'achqa, erlarning o'lish nisbati ayollarnikidan ustun bo'lgan. Natijada bir qism erlar bir qancha ayolni xotin qilib olgan hamda barliq erlar ko'p farzandlik bo'lishni o'zining burchi hisoblagan. Urushqoqlik, vahshiylik, ochko'zlik va kuchlik jinsiy munosabat istiki o'zini saqlab qilish kurshidagi foydali omillar hisoblangan. Balkim ba'zi davrlarda har bir askilik bir xil ortiqchilik hisoblangan bo'lishi mumkin. Sababi u askilikning bir individual, bir oila yoki bir guruhning hayot qilishini kapolatga ega qiladigan hal qilg'uch omil bo'la olishidir. Bir odamning gunohlari uning mag'lub bo'lganligining kuchlik izlari emas, balki uning muvaffaqiyatli bo'lganligining kuchlik namoyandasimi bo'la oladi. Tarix bizga insonlar qaysi vaqtda o'lash davrini oxirlashtirib, dehqonchilik davriga kirganligini deb bermaydi. Ammo yangi davr bir qism yangi fazilatlarga ehtiyojliq bo'lganligini hamda bir qism esil fazilatlarni axloqsizlikqa o'zgartganligini faraz qila olamiz. Dehqonchilik davrida tirishchanlik boturlikdan muhim bo'ldi. Izchillik va iqtisodchanlik zo'ravonlikqa qaraganda texmi ko'p manfaat beradigan bo'ldi. Tinchlik urushdan bakrak g'olibiyatga elib bordi. Farzandlar iqtisodiy mulkka aylandi hamda tug'utni kontrol qilish axloqsizlik deb qaraldi. Dehqonchilik maydonlarida har bir oila bir ishlab chiqarish atirti bo'lib, uning tuzumlarini dada va 4 xil fasl vujudga keltirgan bo'lib, dadaning nupuzi mustahkam iqtisodiy asosga ega bo'ldi. Her bir o'g'il farzand ro'yi jihatdan va o'zini beqish jihatdan nihoyatda baldurlar pishib yetilgan bo'lib, 15 yoshidala hayotning fizikalik majburiyatlarini 40 yoshlik odamlar bilan o'xshash darajada tushunib bo'lib, o'ziga lozimatlik narsa yer, qo'sh va emgak qilishga tayyor turadigan ikki belak ekanligini to'nib yetib bo'ldi. Shunglashqa o'g'il bolalar tabiatning ehtiyojiga binoan baldur to'y qildi. Bu jihatda ularni kontrol qiladigan hukumat va oila mavjud bo'lmadi. Qizlar uchun qizliqini yo'qotish qo'g'dalmagan onaliqdan derak beradigan bo'lg'achqa,
Toy qilmay turib qizliqini yo'qotishga qat'iy yo'l qo'yilmadi. O'g'illarning nopos soni bilan qizlarning nopos sonining barobar kelishi erlarning faqat bir xotin elishini talab qildi. Dehqonchilik davrining yuqorqidek o'zni tutib elish, baldır toy qilish, birli xotin bilan ajrashmay yashash va ko'p farzandlik bo'lishdek axloqiy qoidalari Xristian dillik Yevropa va uning aqtallik mustamlika ziminlarida 15 asr davr surdi. Yuqorqilar intayin qattiq qoidalar bo'lib, ular tarixdagi eng kuchli kishilik xarakterlarni vujudga keltirdi. Sanoat inqilobi Yevropa va Amerika hayotining iqtisodiy shakli bilan axloqiy qurilmasini dastlabida tadrijiy holda, keyincha tez suratda va nihoyatda keng doirada o'zgartdi. Erlar, ayollar va balalar uydan, oiladan, hukumatdan va birlashmadan ayrilib, individuallar shaklda ishladi va individual shaklda maosh oldi. Zavodlar odamlar uchun emas, balki mashinalar uchun bino soldi. Mashinalar har 10 yilda bir hassa ko'payib va texmi murakkablashib mangdi. Kishilar oilasini iqtisodiy jihatdan baqalaydigan bo'ldi. Farzandlar iqtisodiy mulk hisoblanmaydigan bo'ldi. To'y qilish kechiktirildi. To'y qilishdan burun jinsiy munosabat qilmay saqlab turish qiyinlashdi. Shahar kishilarining to'y qilmasligiga moslashib, kishilarning to'y qilmay jinsiy munosabat qilishiga barliq zarur sharoitlarni hozirlab berdi. Ayollar sanoatlashdi, homildorlikdan saqlaydigan tadbirlar jinsiy munosabat bilan homildorlikni bir-biridan ayirib etdi. Sanoatning individuallikni kuchaytishiga ergishib, dada bilan ana nopozning iqtisodiy asosi yo'qoldi. Kentlarning nazorati isyonchi yoshlarni kontrol qila olmaydigan bo'ldi. Ular Qisqiston shahri ichida o'zlarining gunohlarini yoshira oladigan bo'ldi. Ilm-fanning taraqqiyoti tajriba turbilarining nopozini diniy zotlarnikidan ustun qilyapti. Iqtisodiy ishlab chiqarishning mexanizmlashishi mexanikalik moddiy falsafalarni vujudga keltirdi. Ma'rif dinga bo'lgan gumonlarni kuchaytdi va kengaytdi. Ilohiy kuchlarning axloq fazilatlarini yetildirishda o'ynaydigan roli yo'q edi. Dehqonchilik davrining koni axloq qoidalari yo'qolishga boshladi. Bizning davrimizda urush axloqiy bo'shanliqni kuchaytirdi. U chaqda yuz bergan nurg'un ishlar ikki qatimliq dunyo urushidan keyin Yevropa va Amerikada yuz bergan ahvollar bilan o'xshash. Tarixga asoslanganda gunohli ishlar hamma davrda o'xshash darajada yomragan bo'lib, bu bizga bir xil tasalli bo'la oladi. O'xshash jinsliklar muhabbatining dangliq bo'lishida bizni o'z ichiga olgan avlodlar qadimgi Grek, Rim va Italiyaliklar bilan raqobatlasholmaydi. Qimarni hamma davrda yashagan erlar va ayollar o'ynadi. Har bir davrda kishilar samimiyatsizlik qilib, hukumat chiriklashdi. Bu jihatdagi ahvollar hozir burunqidan sal yaxshilangan bo'lishi mumkin. Shu narsa esimizda bo'lsinki, yozilgan tarix bilan yashagan tarix tubdan o'xshamaydi. Tarixchilar odatdan tashqari ishlarni yozadi. Sababi ular qiziqarliq va az uchraydigan ishlar. Urush va siyosat, talaysizlik va namratlik, oshna o'ynash va ajrishish, o'ltirish va o'zni o'ltirib olish qatorliq ishlarning keyniga yaxshi tutilgan o'ylar, bir-biriga sodiq er-xotinlar va bir-biriga kuyinib, ballarning jafosini tortqach, ular bilan baxtli yashagan ota-onalar yoshiringan bo'ladi. Xotirlangan tarixdan biz yaxshilikning, hatto ulug'liqning nihoyatda ko'p misollarini topa olamiz. Biz gunohlarni unutolmaymiz, ammo yuqorida tilga ilingan yaxshi ishlarning misollari bizni kishilar sodir qilgan gunohlarni afu qilib o'tishga undaydi. Saxovatchilikning mukofoti bilan urush maydonlari va turmalarning qiynashlari o'zaro tangponglashib qoladi. Biz insonlarning bir-biriga yordam qilganligini qancha qatim ko'rdik. İnsanlarning ashundaq yaxshiliklarining tarixini yozishga kim jur'at qila oladi? Shunlashqa bizning davrimizdagi axloqiy bo'shanliq, axloqning ojizlashganligining bisharati bo'lmasdan, kishilarning dehqonchilik asosini yo'qotgan bir yurish axloqiy qoidalardan sanoat madaniyati, texnicha ijtimoiy tartib
və normallıqqa toluq aylandırıb bulalmىغان yeni bir yürüş əxlaqi qaidelərə küçüşüdün ibarətdir. Bizning madaniyatimizda qoida tuzumlar urush hojatman qilgan harbiy tarbiya orqali asliga keltirilishi mumkin. Ayrim kishilar va ayrim guruhlarning erkinligi umum qavmning bexatarligi asosida o'zgardi. Coğrafiyalik muhitning qo'g'dishiga bo'lgan ehtiyoj yo'qolganda Amerika va Angliyada individualizmmi g'oyib bo'ladi. Bizning farzandlarimiz o'z hayotida tartibga solingan jamiyatni ko'ralaydi hamda kamtarlik qaytadan umumlashadi. Kiyim kiyib yurish, yalang'och yurishga qaraganda kishilarni texmi jalb qiladi. Bizning axloqiy erkinligimizning ko'pinchisi yaxshi. Aqida terrorligidan qutulib, boshqalarga zaxm yetkazmaydigan va o'zimizga ziyon solmaydigan ko'ngil echish, ish harakatlaridan andisiz huzur elish hamda bizning ozodlik chiqqan badallarimiz qabul qilgan ochiq havoning kuchli puroqlarini his qilib turib yashash bir nihoyatda xushallanarli ish. Davomi bor.